Assalomu alaykum hammaga. Rossiya platformasi Yandex Dizenda ishlashi juda qulay. YouTube singari 10.000 подписчик, 4.000 soat yig'ish shart emas, bunga 30 soat yig'ilsa bo'ladi. Yaxshigina maqola bo'lsa, yaxshi prosmotr bo'lsa, kommentariy, layklar, shu bilan 30 soat darrov yig'iladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hatto 3-4 kun ichida ham 30 soatni yig'sa bo'ladi, qachonki o'sha yaxshi prosmotr oladigan, hamma qiziqib o'qiydigan yaxshi maqola bo'lsa, albatta juda tez kunlarda ham monetizatsiyaga ulanadi. Buning uchun albatta necha oylab, yillab kutish shart emas. Faqat yaxshi kommentariylar bo'lsa, yaxshi maqolalar yozilsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Dizenda ishlash shunisi bilan juda ham qulay. Har tomonlama qulayligi uchun bunda bemalol ishlab tez kunlar ichida kunlik daromadlarni viza kartalarimizga tushirib olsak bo'ladi. Birinchi Rossiya kartasi Yumani qo'shilib o'tkaziladi. Undan viza kartalarga o'tkazsa bo'ladi.